Bugungi kunda avtosalonimizda nalichada bo'lgan mashinalarning narxlari bilan qisqacha tanishib chiqamiz. Bu bahaybat maxluq Toulant V9 ning narxi bo'lsa 485 million. Toulant G7 399 million. 12 plus 1 mikroavtobusli 449 milliondan. 1,5 tonna yuk ko'tara oladigan kichkina yuk mashinamiz narxi 175 million bo'lsa, xuddi shuni izotermikligi 2 tonna ko'taradigani 260 million. Kattaroq yuk ortmoqchi bo'lsanglar 5 tonnagacha 375 million. Xuddi shuni Promtovar furgon varianti, ya'ni metal korpus bilan 439 million. Yo, menga vakuumli izotermik variant kerak desiz, marhamat 469 million. Aynan shu model eng ko'p talab qilinayotgan modellardan hisoblanar ekan, ko'rib turganingizdek, soni chegaralanmagan, xohlagancha olib ketsangiz bo'ladi. Sanab o'tgan modellarimizni hammasi nalichada bor, kelib 2 soatda mashinani rasmiylashtirib olib ketsangiz bo'ladi. Manzil Toshkent shahar Sergeli tumani, Orientir GM motor zavodining yonginasidagi Qumariq chorrahasi.